Gençler hürmetli vatandaş 2022 yıl 7. ayının 4. günü. Enlikteki mavzu mundaq vatandaş. Ukrayna vuruş 3. basqochqa kirib kelganda texama qattiq bo'ldi. Yani texama qolliq bo'ldi. Ukrayna tunji qatam Rossiya territoriyasiga hujum qilganligini e'tirof qildi. Mavzuli xabar 7. ayının 4. günü Cumhuriyet nazar torbitida e'lon qilindi xabar. Bundaq başlan. Rossiya Ukraynani bundaq aybladi. Ukrayna Rossiyaning Belgorod shahriga 3 boy raketa qo'yib berib, 4 nafar odam o'ldi. 11 bino turalg'i uy va shaxsiylarning uylari vayron qilindi. Buning ichida 5 bino butunlay vayron qilindi. Ukrayna harbiy taraf Rossiya territoriyasiga hujum qilganligini tunji qatam e'tirof qildi. Bundan burun Rossiya taraf Ukrayna armiyasi Rossiya chegaralariga hujum qildi deb ko'p qatam ayblagan edi. Lekin Ukrayna armiyasi bu ayblashlarga javob qaytarmagan. Bu qatam Ukrayna armiyasi Rossiya territoriyasiga raketa etib, Rossiya tarafini zo'r darajada zaxmlantirdi. Yaqinda Angliya matbuotlari bunda xabar qildi. Ukrayna alayda qismlari Saman brigadasi Rossiya davlat chegarasiga kirib, ko'p joylarda may, benzin baklarini portlatdi. Ko'plagan alomatlar shuni oshkorladiki, Rossiya Ukrayna urushi 3. bosqichga kirib keldi. Ya'ni Ukrayna armiyasi Rossiya territoriyasiga kirib, qaytarma hujumga o'tdi. Tayvan matbuoti yana qap mundaq ko'rsatdi. Rossiya Ukrayna urushi 3 bosqichga bo'lishga bo'ladi. Birinchi bosqich 2. ayning 24. kuni Rossiyaning Ukraynaga hujum qilib kirgan chog'idir. 2. bosqich Rossiya armiyasi chekinib, qayta tartibga solingandan keyin askariy kuchlarni markazlashtirib, Ukraynaning sharqida, ya'ni Donbassga hujum qilgan chog'idir. 3. bosqich Ukrayna armiyasi rasmiy hujum o'tib, Rossiyaning zamin territoriyasi hujum qilgan chog'idir. Rossiya armiyasi nihoyatda shiddatli qarshilik ko'rsatdi bu qatam. Ukraynaning prezidenti Zelenskiy Rossiya bosib olgan Ukrayna zaminlarini qaytarib olishda qat'iy bo'ldi. Zelenskiy Amerikaga sobiq davlat ishlar kotibi Kissingerning yer kesib berib, tinch yo'l bilan hal qilish chorasini qattiq tanqid qilib, Kissingerning tashabbusini 1938-yil imzolangan Myunxen kelishimiga o'xshatgan edi. Zelenskiy mundaq degan: geopolitik siyosat olimlari ommaviy odatdagi fuqarolarga diqqat qilishni xohlamaydi. Bundaq tashabbusni Ukrayna hargiz qabul qilmaydi. Oxirgi urush qilib, qo'ldan ketgan yerlarni cho'qim qaytarib oladi. 1945-yili Uyg'urning Milliy ozodlik armiyasi keyingi hisobot 80 ming kishilik quruqliq armiyasi, muntazam armiyasi, 20 ming kishilik otliq qo'shini Manas daryosi bo'yida to'xtab qoldi. To'xta desa to'xtab qoldi. To'xtab qoling desa to'xtab qoldi. To'xtab qoldi. Gomindag'ning bayroq belgisini taqagan aeroplan, Stalinning aeroplani Jeng Shixo talka atroflarida Uyg'urning ozodlik armiyasini bombardimon qildi. To'xtang desa to'xtab qoldi, chunki bu inqilobga, bu qurolli urushga rahbarlik qilayotgan kishilarni Stalin tanlab olgan kishilar. Stalinning buyrug'ini anglaydigan kishilar. Stalinning buyrug'i bo'yicha ish qiladigan kishilar. Shunlashqa inqilobning hatto bugünkidek da'vat dastigarning huquqimi
Uyg'urning o'zining qo'lida bo'lishi lozim. İnqilab xalqning o'zining qo'lida bo'lishi lozim. Buning uchun rahbarlik Uyg'urning o'zining qo'lida bo'lishi lozim.